Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Akmedistan Ahmadjon Qahhorov. Bugungi videomizda biz sizlar bilan for cycle bor JavaScriptda bilasizlar. Aynan for cycleda ikki xil, o'zi ikki xil emas, 4 xillab usuli bor. Aynan ikkita xilini bugun gaplashamiz, ya'ni in va off. In nima qiladi, off nima qiladi, ular qanaqa payt ishlatilinadi, mana shu videoda ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib biz in haqida gaplashamiz. In bizaga kalitlarni olib berish uchun xizmat qiladi. Ya'ni agar inni listga ishlatsak, indekslarni olib beradi. Uni dictionaryga, ya'ni JavaScriptda object bo'ladi. Objectga ishlatsak, bizaga uni ham keylarni olib beradi. Endi uni biz misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Masalan, biz bitta user yaratib olamiz. Name deymiz, John deyishimiz mumkin va age'imizni 15 deylik. Rostdan ham 15 nega deylik? Xo'p. Endi biz for deymiz, key deymiz, in user deymiz va biz console log key deymiz. Endi e'tibor beringlar, hozir nima chiqadi? Taxmin qilib ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek bizga name va age ni qaytardi. Ya'ni bu yerda mana name va age bor edi. Endi biz key orqali userdagi ma'lumotni olish uchun bu yerga yozishimiz mumkin. Bundoq qilinadi. Masalan, user ismim deylik. Userni ichidagi nuqta qilib olsa ham bo'ladi, lekin biz keydan foydalanamiz. Shuning uchun key deymiz. Yo, to'xtanglar, bu for bo'lgani uchun ismim bo'lmaydi. Bu key bo'ladi. Da, bundoq qilinadi. Ana o'shanda to'g'ri bo'ladi. Chunki biz for ishlatamiz. Mana Ahmadjon va 15. Ya'ni birinchi siklda mana key name ga teng bo'ldi va user ichidagi name olsak, bizga Ahmadjon qaytadi. Ikkinchi aylanishida age ga teng bo'ldi. User ichidan age ni oldi va bu 15 ni bizga mana ekranimizga chiqarib berdi. Endi biz off ko'ramiz. Off ko'rishimizdan oldin kelinglar. Bu yerda ham eksperiment qilib ko'ramiz. Off ni off qilamiz va bu yerga mana yozishimiz mumkin. Key tursin mayli. Endi biz key nimaligini ekranga chiqarib ko'ramiz. Ko'rganinglardek bizda xato berdi. Ya'ni bunaqa holatda ishlatish o'zi mumkin emas. Bunda olib qarasang, ishlatib bo'lmaydi bunaqa. Endi buni biz komment qilib turamizda. Kommentimiz o'chirib tashlashlik kerak emas bizga. Bundoq qilib qo'yamiz. Endi biz bitta list yozamiz. Masalan, bo'lishi mumkin u cars deylik. Cobalt masalan. To'g'rimi? Matiz masalan. Damas masalan. Nexia masalan va hokazo. Endi biz for deymiz. Car to'xtanglar, bu indeks qaytaradi. Tak, in key qaytarsa, off bizga obyektni qaytaradi to'ppa-to'g'ri. Off cars deymiz. Mana shu ikkalasi off bilan inda ko'pincha chalg'ib qolaman. O'shani hozir bitta muhokama qilib oldim. Console log deymiz, car deymiz. Endi biz kodimizni ishga tushiradigan bo'lsak, ko'rganinglardek bitta chiqarib berdi. Endi biz bu yerga in ishlatib ko'rishimiz mumkin. Endi shu yerda bitta tushuntirish berib ketaman. Xo'p. For in ishlatadigan bo'lsak, biz kalitlarni olamiz. Ya'ni bu yerda bilasizlar, listda massiv to'xtanglar. Bu nima deyiladi? Arrayda kalit bo'lmaydi, unda indeks bo'ladi. Ya'ni mana bu Cobalt 0, Matiz 1, Damas 2, to'g'rimi? Aynan indeksni bizga in qaytarib beradi ekan. Va agar uni massivga ishlatadigan bo'lsak, undan bizga keylarni qaytarib beradi. Ya'ni kalit so'zlarni. Off bo'lsa bizga qiymatni qaytaradi. Uni biz listga ishlatadigan bo'lsak, mana bu qiymatni bizga qaytaryapti. Mana bu bizning qiymatimiz bo'ladi. Buni nimasini bilasizlar? Bundoq qilsam bo'ladi. Masalan, bu deymiz, mana 0, mana 1, mana 2, to'g'rimi? Agar biz in bilan aylantirsak, 0, 1, 2 ni qaytarib beradi ekan. Mana hozir biz buni in bilan ham aylantirib ko'rishimiz mumkin. Mana 0, 1, 2 va 3. 0, 1, 2 va mana bu yerga yozamiz 3. Ko'rganimizdek, ya'ni bizga in bu bizga kalitni va indeksni qaytaradi. Off qiymatni qaytaradi.
Mana mana shu ikkita narsa bizani esimizdan chiqmasligi kerak. Ya'ni boya video boshida aytganimdek, forni bizada faqat 2 xil emas, ko'p turlari bor. Masalan, bizada masalan cars bo'lsa, for each bor, reduce bor. Ya'ni bu ham for emas, endi bu ham siklga kirib ketadi. Buni ham o'rgansak bo'ladi. Map bor. Lekin bular uje keyingi darslarda yoki boshqa videolarimda ko'rishinglar mumkin. Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.